Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari, YouTube tomoshabinlari. Biz sizlarga 2026-yilda uy sharoitida tovuq boqishlik, qora tovuq boqib foyda qilsa bo'ladimi, qancha don yeydi, qancha rasxod qiladi, shular haqida bir video qilib bermoqchi bo'ldim. Mana YouTubega joylashga harakat qilyapmiz. Bu yerda fevral oyida chiqqan jo'jalar. Mart, aprel, salkam 2 oy. 2 oylik jo'jalar bular. Mana bu tomonda 3 oylik jo'jalar hamda bitta katta xo'roz, 3 ta katta makyon bor. Buni qolganlari jo'ja. Hozir u tomonga endi o'tamiz. Mana bular fevral oyida chiqqanlari. Bular mana shu fevral oyida chiqqan jo'jalar. Ko'rishingiz mumkin. Hammasi qora jo'ja. Bu yerda 19 ta bo'lish kerak hozirgi kunda. 19 ta bu yerda bo'lish kerak va mana bu joyda qaranglar, katagimizni. Oddiy eski shifrlar bilan yopilgan. Bu shifrga pul sarflanmagan, asosan setkaga pul sarflangan. Ko'rayotgan bo'lsa setkamiz. Mo'la eski yog'och, eski eshik, rom, mana 3 ta rom qo'yib qo'yganmiz. Bitta u tomon, bu ham setka bilan to'silgan. Ko'rishingiz mumkin. Uyda shu orqa hovli tomonda bir burchakka mana shunaqa sharoit qilib qo'yganmiz. Bu ikkinchi eshik, uni birinchi eshigi, bu ikkinchi eshigi, mana uchinchi eshigi. Hozir uchinchi va ikkinchi eshikdan kirib bularga don beramiz. Suvini ko'rishingiz mumkin. Mana qilib katta baqlashka bilan ilib qo'ysanglar, yeridan uzib qo'ysanglar. Yeridan uzib qo'ysanglar, turaveradi. Ovqat idishlarini hammani plastmassa trubadan olib kesib qo'yganmiz. Mana bu jo'jalar boshqa joyda yurish kerak asli. Xo'p, hozir qisqa qilamiz videomizni. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Qiziqarli, foydali videolar qo'yib boramiz.